Qizlarjonlar, sizlar uchun judayam ajoyib yangiligim bor. Mana shu ko'rib turgan ikkita mahsulot bu novinka. Nima uchun aynan 3D Slim programmani oldiga mana shu ikkita chiroyli kremni qo'yib qo'ydim? Sababi bular hozir bitta naborda endi xarid qilsanglar bo'ladi. Ya'ni buni aynan ozish jarayonida ishlatsanglar ham bo'ladi, ham antisellyulitni gel krem sifatida ham. Misol uchun 3D Slim programmasini oldinglar va unga qo'shimcha ravishda naborga mana shu ikkita kremni olsanglar bo'ladi. 3D Slimni kremlari bittasi razogrevaющий, ya'ni qaynoqqina, juda ham sizlarning badaninglarni isitib antisellyulit xususiyatga ega bo'ladi. Ya'ni yog'inglarni полностью eritib beradi. Qizlarjonlar, sizlar uchun judayam ajoyib yangiligim bor. Mana shu ko'rib turgan ikkita mahsulot bu novinka. Nima uchun aynan 3D Slim programmani oldiga mana shu ikkita chiroyli kremni qo'yib qo'ydim? Sababi bular hozir bitta naborda endi xarid qilsanglar bo'ladi. Ya'ni buni aynan ozish jarayonida ishlatsanglar ham bo'ladi, ham antisellyulitni gel krem sifatida ham. Misol uchun 3D Slim programmasini oldinglar va unga qo'shimcha ravishda naborga mana shu ikkita kremni olsanglar bo'ladi. 3D Slimni kremlari bittasi razogrevaющий, ya'ni qaynoqqina, juda ham sizlarning badaninglarni isitib antisellyulit xususiyatga ega bo'ladi. Ya'ni yog'inglarni полностью eritib beradi.